Assalomu alaykum azizlarim. Befarqlik, muvaffaqiyatlik, tubanlikka yetaklaydi azizlarim. Yorug' kunlar ortida qora kunlar borligini unutmang-da. Ana hozir Instagramga ham 90 juda ko'payib ketdi. Qo'lingizdan kelsa 5 ming, 10 ming, 100 ming ihson qiling. Lekin befarq bo'lmang. Oxiratda qiyomatda shular sizga foydasi tegadi. Hattoki dunyoda ham foydasi tegadi. Lekin amallarimizga qarab Alloh boshimizga yorug' kunlarni va qora kunlarni solatini unutmang. Yoqqan bo'lsa do'stlarga ulashib qo'ying. Alloh qilib yurganlarga tashlab qo'ying. Sizga kerak oson chiqarsin. Yoqqan bo'lsa laykni bosing. Salomat bo'ling. Uni bir narsani unutmang. Olmoqni bermog'i bor, yemog'ni qusmog'i bor. Sog' salomat bo'ling.